Mana navbatdagi xonadonimiz ishini yakunlab berdik. Bu yerga portret Dubay fasonidagi darvozamiz 2 qavatli variantda tayyorlab berdi va shu darvozamiz oldiga navesdan ham bitirib berganmiz. Endi birin-ketin sizlarga ma'lumotlar berib boramiz. Xo'p, qorong'i tushib qolayotgani sababli tezroq ma'lumot beramiz. Kimgadir to'liqroq ma'lumot kerak bo'lsa, ekranda raqam orqali yoki bo'lmasa tepada atmetka qilib qo'ygan profillarimiz orqali bemalol ishlarimizni ko'rib, sifatlarini ko'rib, buyurtma berishingiz mumkin. Hop, darvozamiz Dubay fasonida bo'lgan 2 qavatli 1.8 listdan qilib foydalanganmiz. Umuman ovozlar yo'q. Bemalol ursangiz ham, tepsangiz ham, boshqa bo'lsa ham, to'p desa ham, tosh desa ham pajoq bo'lgan darvozalardan emas. Bu darvozamizni razmerlariga keladigan bo'lsak, eniga 3.40, balandligi 3.5 metr bo'ldi. Hop, bu kalitkasini o'ng tarafga yoki chap tarafga qo'ysa bo'ladi. Faqatgina shu chekka holatdan bo'ladi. Kalitkalar ham avvalgi holatdan ochiladi. Darvozamizni korpusida 3 xil svetda qilib sepilgan, ya'ni bu joylar oqqa ajratilgan, yana bu joylar sal to'qroq, undanda yana bu joylarni to'qroq qilib tayyorlab berdi va ruchkalariga alohida nerjevekalar yopishtirilgan, korpusga o'rtilgan nerjevekalar yopishtirilgan. O'ziga chiroyli, ham chiroy berib turadi, ham uzoq yillar davomida xizmat ham qiladi. Bu nerjeveka kraskadan chiqarilmagan. Hop, darvozamizni 1 kvadrat metr variant tanlashingizga qarab, ruchnoy rabota darvozalarimiz bor. 1 million so'mdan, u yog'i dizayniga, materialiga qarab narxi o'zgarib boraveradi. Aynan shu darvozamiz 1 kvadrat metri 1 million 400 ming so'mdan qilib tayyorlab berganmiz. Yondorlari shvelardan foydalangan, 1.8 lik to'liq qalin material qilib tayyorlangan. Kraskalari ham garantiyali, sifatli kraskalar sepilgan. Va navesimizga keladigan bo'lsak, navesimiz eniga 4,5 metr bo'ldi, oldiga chiqishi 2.10 sm bo'ldi. Stoykali variantda qilib beramiz. Kimgadir stoykali variant kerak emas bizga deyishgan bo'lsa, darvozalarga yoki devorlarga o'rnatsa ham bo'ladi. 2,5 metrgacha qilib o'rnatib bera olamiz. Tepa qismini mokroasfalt set Lexandan foydalanganmiz va gullariga, korpuslarga, tilla ranglarning o'rniga darvozaning dizayniga mos qilib, o'rta ranglardan qilib, shtab plochli gullarga va tepa qismidagi gullarga ranglardan berilgan. Bu joylarni darvozamizni kraskalar bilan bir xil holatda qilib, mokroasfalt set qilib sepib berildi. Bu manzilimiz Samarqand Ishtixonda bo'ldi. Kimga shunday xizmatga kerak bo'lsa, ishdan chiroyli sifatli qilib bitirib beramiz. Navesimizdan 1 kvadrat metri 700 ming so'mga tayyorlab berganmiz. Dostavka ustunovkasini besplatniy holatda qilib tayyorlab berganmiz. Kimga shunaqangi darvoza, perili, lishotka, naves xizmatlarimiz kerak bo'lsa, o'zimizga aloqa qilsangiz, ishlarni chiroyli sifatli qilib bitirib beramiz. Bemalol buyurtma berishingiz mumkin.